Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bizda syomka jarayoni qiziq ketmoqda. Mana o'rtoq mayor bilan birga ishlayapmiz. Mayli, akani ko'rsatmay qo'yamiz, Og'abek aka. Endi ko'rsatsak bo'ladi. Ya, shuni ko'rsatmay dedim-da. Glan rolda Cherry. Bosh rollarda. Har doimgidek. Egasida oldin, mashinasi bosh rolda. Yomon qo'yib qo'yishibdi. O'rtoq boshliq, bular men mashinamni oldi nima qilyapti? Bugun sizning mashinangiz anonda bosh rolda. Tushunmayapsan. Cherry nomida film. Mayli, mashinam chang edi, birdan toza bo'ladi. Tomonda nima gaplar? Yo, u amaki Cobalt shofyor bilan nimalardir gaplashyapti. Qo'ying, hozir borsam keyin ishni gapirib qo'yamanmi? Gapirmaysiz-da. Qorin och, asab chatoq. Mana shubhalanuvchini ko'rdim. Siz tomonga harakatlanmoqda. Shubhadagi shaxs siz tomonga harakatlanmoqda. Qora ko'ylakda. Bo'yi 1 metr. Nima bola, gapirolmay qoldingiz, o'rtoq mayor. Shu syomkalarning yaxshi tomoni, bitta yaxshi tomoni, yomon tomoni. Ham yaxshi, ham yomon tomoni. Yaxshi tomoni, bitta lokatsiyada syomka qilinmaydi. 3-4 lokatsiyada bo'ladi. Mana hozir yangi lokatsiyaga keldik. Endi uzrda kamerani burayotmadim. Yaxshi tomoni bu, yomon tomoni shu lokatsiya shaharda boshqa tomonidan boshqa tomonga orasi uzoq bo'lsa. Bizniki где-то 12 kilometr shunaqa ekan. Yaxshi ham Chaspikka to'g'ri kelmadik, soat 2:30 bo'ldi. Agar probkaga to'g'ri kelganimizda kamida 1,5 soatda kelardi hozir. Где-то yarim soatda keldim. Do'stlar, duoda bo'lib turinglar. Bu yangi proyektimiz mahalla telekanali bilan shartnoma asosida Umr so'qmoqlari degan telenovellada